Do'stlar, 3 ta prime qildim. 3 ta. Hozir bittasini ko'rasizlar. Mana. Ha ha ha. Erishdik. 3 hafta deganda 3 ta prime bo'ldim. Akkauntini ochganimga 3 hafta bo'ldi. Namcha sekin ochiladi. Mazza qilyapman. Shunaqa mazza bo'lar ekan, obunachilar. Mazza qilyapman. Next. Let's go. Do'stlar, menda 48 ta bravler bor. Keyingi bravler kim bo'lsin prime qiladigan. Hozircha men sheytni qilmoqchiman. Nima deysizlar? Bitta o'yinimni ko'rib chiqasizlarmi? Qani bo'lmasam ketdi. Bravo bal qo'ydim. Shudon qo'yib ketish mumkin do'stlar. Mumkin emas, aniq. O'ldirish kerak. Nima? Bittasi minus. Voy. Do'stlar, men o'qim qolmagandi. O'ldir. Bot bo'ldi. Malades. Bo'lmadi sakti. Nima bo'ldi hozir? Bitta ot. Yaxshi. Gol tiqishadi hozir qarang. 1 2 3. Gol. Aytdim-ku men gol tiqishadi. Hozir meni botligimni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Men rostdan botman. Yaxshi. Eng muhimi tefordim. Eng muhimi ichiga tefordim bo'ldi. Men uchun eng muhimi shu. Do'stlar, aytgancha bitta kam 20 ta qo'yganmiz. Shuni to'g'rilab qo'yaylik. Aqllanlar endi. 320 ta qo'yaylik. O'zi 350 ta bo'lishim kerak. Videoga nazarlanik. Davay, urush kerak. Sheyt, qarab qo'rding. Kichik qo'ydim do'stlar. Tefo. Shu. Menga pasport bor. Qo'yib o'ldirib qo'ymalaring. Go'tiq. Yaxshi. Do'stlar, tasbihdan. Nima deysizlar, shit prank qilaverang. Ayom.